Assalomu alaykum. Hozir sizlarga Germaniyada ta'lim to'g'risida qisqa konsultatsiya berib o'taman va bundan oldin o'zim haqida ozgina ma'lumot beraman. Ismim Olimjon Obidov va Germaniyada ta'lim bo'yicha 8 yillik ekspertman va bizni Dastim Consulting agentligi ham O'zbekistondagi Germaniyaga davlat universitetlariga eng ko'p talaba yuboradigan konsaltinglardan biri yoki konsaltingi hisoblanadi. Birinchi o'rinda biz desak ham bo'ladi. Hozir sizlarga qisqacha qilib Germaniya ta'lim tizimi haqida ma'lumotlar berib o'taman. Umuman olganda Germaniyada ta'lim va bepulmi va IELTS deb yozib qo'yganmiz. Mana shu joylarga qisqacha tushuntirish beraman. Germaniyada ta'lim olish deyarli bepul, chunki faqatgina davlat universitetlari 90% ga yaqini o'qish uchun kontrakt puli talab qilmaydi. Faqatgina shunchaki o'sha semestr to'lovlari bor, u arzimagan pul hisoblanadi. 300 euro, 500 euro atrofida. Yana 10% ga yaqini esa pullik hisoblanadi. Bular fakultetlarga qarab va universitetni o'zini ichki qonun qoidasiga qarab narxlanadi. Ba'zilari 1,5 ming semestrga 3 minggacha bo'lishi mumkin normal holatda davlat universitetlari. Lekin siz bilan biz xohlayotgan universitetlar, ya'ni 80-90% universitetlarimiz o'z ta'limini bepul taqdim etadi. Ikkinchi masalaga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda birinchi navbatda nemis tilidan tashqari bizda ingliz tili IELTS sertifikatlari yoki TOEFL sertifikatlari ommalashgan. Shuning uchun ham ko'pchilik savol beradi. IELTS sertifikati bilan topshirsak bo'ladimi? Germaniyada ingliz tili bilan o'qisa bo'ladimi deb savol berishadi. Va yana bir narsaga oydinlik kiritaman. Bizni asosiy 90-95% talabalarimiz aynan ingliz tili bilan Germaniyada tahsil olishyapti. Bu bakalavrda deysizmi, magistraturada deysizmi? Hammasi deyarli ingliz tili bilan bizga o'sha kelishadi, murojaat qilishadi va biz ularni o'sha ingliz tili sertifikatlari bilan talaba qilamiz. Ya'ni ingliz tili bilan topshirish mumkin. Qanaqa daraja bo'lishi kerak deydigan bo'lsangiz, kamida B2 daraja bo'lishi kerak. Bu bakalavrga ham, magistraturaga ham kamida B2 daraja talab qilinadi. Agar uni sectionlari qanchalik yaxshi bo'lsa, imkoniyatingiz o'sha darajada nisbatan oshadi. Keyingi qismga keladigan bo'lsak, umuman olganda bakalavr va magistratura haqida tushuncha beraman. Germaniyada bakalavr bosqichida o'qimoqchi bo'lsangiz, sizdan so'raladigan narsa birinchi navbatda bu 11 yillik ta'limdan tashqari yana 1 yil biror joyda o'qigan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Germaniya ta'lim tizimi 12 yillik majburiy ta'limni talab qiladi bakalavr uchun. Ya'ni bizda bilamiz 11-sinf bo'lganligi uchun ham 11-sinfdan keyin biror joyda 1 yil o'qishimiz kerak bo'ladi. Chunki Germaniya 11-sinfdan keyin to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmaydi. Va shuni hisobga olish kerak. O'sha o'qilayotgan 1 yil ham Germaniyada ularni o'sha oliy ta'limida tan olingan diplom bo'lishi kerak. Bizdagi davlat universitetlarining dasturlari xohlagan davlat universitetlari, institutlar, universitetlar farqi yo'q. Davlatga qarashli bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1 yilimiz aniq tan olinadi. Va bundan tashqari ba'zi bir xususiy qo'shma dasturlarimiz bor, ular ham tan olinadi. Buni ko'rish uchun anabin.org degan o'sha Germaniya ta'lim tizimini sistemasi bor, o'sha platformasi bor, o'sha yerdan tekshirib olish mumkin. Buni xohlasangiz biz ham tekshirib beramiz. Ya'ni siz universitetingiz Germaniyada tan olinadimi yoki yo'qmi, uni xohlasalaringiz murojaat qilib, agar sizlarda qiyinchilik tug'ilayotgan bo'lsa, biz orqali aniqlashtirib olishlaringiz mumkin. Sizlarda IELTS bor, 11-sinf bor va 1 yil davlat universitetida o'qigansiz. Sizda imkoniyat bor Germaniya davlat universitetiga to'g'ridan-to'g'ri bakalavr dasturiga, bosqichiga hujjat topshirish uchun. Demak, imkoniyatingizni o'zingiz chamalab olasiz. Keyingi etapga keladigan bo'lsak, bu magistratura dasturi uchun nima talablar bo'ladi? Bunda ham o'qigan bakalavr diplomingiz Germaniyada tan olinishi kerak. Bizdagi ko'pgina yangi xususiy universitetlarning diplomlari tan olinmaydi. 90-95% niki tan olinmaydi. Faqatgina juda kam sonli universitetlar tan olinadi va davlat universitetlarimiz hammasi tan olinadi. Agar siz boshqa mamlakatda o'qigan bo'lsangiz, unda ham tekshirib ko'rish kerak. O'sha anabin orqali yuqorida aytib o'tganim, tekshirib ko'rasiz. Universitetingiz tan olingan, olinmaganini. Ko'pgina Yevropa universitetlari deyarli hammasi tan olinadi, xususiy davlat farqi yo'q. Hattoki Turkiya universitetlari ham
xususiylari ham tan olinadi Germaniyada, muammo yo'q. Faqat bizda bor muammo va yana ba'zi bir mamlakatlarning diplomlarida muammo bo'ladi Germaniyada tan oldirish bo'yicha. Xo'sh, va bakalavr diplomi sizda Germaniyada tan olinyapti. IELTS sertifikatingiz bor yoki nemis tili sertifikatingiz yoki TOEFL sertifikati sizda imkoniyat bor. Keyinchalik magistratura Germaniyada bepul ta'lim olish dasturiga topshirishga. Buni tushundingizlar? Va keyingi bosqichga o'tamiz. Ya'ni bu haqda ko'pchiligimiz Germaniya ta'lim tizimi haqida qiziqib ko'rgan vaqtimizda bilamizki, ko'pchiligimizda ma'lumot bor blog akkaunt haqida va bilmaganlar uchun ma'lumot beraman aynan. Blog akkaunt nima? Germaniyada o'qishni xohlagan, xoh xususiy universitet bo'lsin, xoh davlat universiteti bo'lsin, har bir talaba o'z nomiga ochilgan hisob raqamga, bu Germaniyada ochiladi. O'sha hisob raqamga O'zbekistondan turib yoki boshqa joydan turib farqi yo'q, pul qo'yadi. Buni summasi har yil o'zgarib boradi. Masalan, hozir mana shu 2026-yil kelayotgan yil uchun 13.000 yevro atrofida hisoblanadi. Ya'ni o'sha 13.000 yevroni Germaniyada ochilgan hisob raqamingizga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana shu pul qo'yilgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri vizaga topshirish mumkin. Blog akkaunt ochish uchun esa 3 ta platforma bor. Eng mashhurlari Fintiba va Coracle. Keyingi bosqichga o'tamiz. Siz blog akkauntga pul topdingiz va Germaniya universitetlariga topshira olasiz va keyingi eng asosiy talabalar beradigan savol, viza chiqadimi? Viza chiqish foizi qanaqa Germaniyaga deb aytishadi va men sizlarga mana shu joyda aytib o'tishim kerak. Shu paytgacha o'sha 8 yil davomida ishlayotgan bo'lsak, bitta ham talabamizga Germaniya talaba vizasi topshirganida, aynan talaba vizasiga bitta ham talabamizga vizadan rad javobi bo'lmagan. Shu uchun sizlar universitetga kirdingizlar va blog akkaunt qo'ydingizlar, viza chiqish foiziga bemalol ishonsalaringiz bo'ladi, lekin har bitta narsani tartib qoidasi bor. O'sha viza tartib qoidasi bo'yicha hujjatlar yig'ilgan taqdirda Germaniya elchixonasi men o'zim eng ko'p hurmat qiladigan elchixonalardan biri hisoblanadi, chunki ularni tartib qoidasi va talablari aniq va o'sha talablar bo'yicha siz talabga javob bersangiz, vizadan sizlarga rad javobi bermaydi. Hozircha ko'z tegmasin, mana shunaqa tartibda ishlashadi ular. Xo'p, keyingi qismi haqida tushuncha beraman. Til sertifikati va GPA deyilgan. Germaniya universitetlarida birinchi navbatda til sertifikatimi yoki GPA mi deydigan bo'lsangiz, men sizlarga o'sha GPA, ya'ni o'rtacha baholash tizimi, ya'ni sizning o'rtacha bahoyingiz rol o'ynaydi deb aytaman. Hech qo'rqmasdan ayta olaman, chunki bizning o'sha tajribamizda bu narsa bir necha marta sinalgan. Baholaringiz o'rtacha 80% dan yuqori bo'lsa, sizda imkoniyat oshadi. Germaniya ta'lim tizimi bo'yicha baholash sistemasi 5 dan 1 gacha emas, 1 dan 5 gacha bo'ladi. Ya'ni 1 bu a'lo degani, 4 bu yaxshi degani. Sizning baholaringiz 4 dan tushmasligi kerak. Ya'ni Germaniya sistemasi bo'yicha 2 dan past tepaga ko'tarilmasligi kerak. Iloji boricha maksimal darajada. To'g'ri, bo'lgan shunaqa holatlar ham, shunaqa universitetlar ham bor. Ya'ni kimdadir mabodo bali past bo'lib qolsa, men topshira olmas ekanman deb o'ylashmasin. Shunaqa holatda bo'lgan, bizda 2,5, 3 bo'lgan taqdirda ham baholari topshirib ko'rganmiz, lekin bularda juda ham katta o'sha nima zonasida turishadi, risk zonasida turishadi. Shu uchun imkon qadar bahoyingiz yaxshi bo'lib boraversin, Germaniyaga o'qishni rejalashtirsangiz. Va keyingi qismga o'tamiz. Germaniyada yashash haqida ko'pchilik qiziqadi. Qizlar va o'g'il bolalar hamma o'sha u yerda yashash xarajatlar haqida, umuman va boshqa imkoniyatlar, qulayliklar haqida so'rashadi. Bu haqda ham tushuncha beraman. Germaniyada yashash bu boshqa Yevropa mamlakatlaridan ko'ra eng yashash qulay bo'lgan mamlakat hisoblanadi. U yerda o'rtacha talaba uchun ketadigan xarajati taxminan 700-900 yevro atrofida. To'g'ri, katta summa. Lekin bitta yaxshi tarafi bor. Mana shu summani talabalar haftada bor yo'g'i 2 kun part time ishga chiqib turib ham bemalol o'zi eplashi mumkin. Ya'ni Germaniyada yashash va o'qish bir-biriga juda mos tushadi. Chunki sizlarda o'sha qo'shimcha o'qishdan tashqari ozroq vaqtlaringizni ajratadigan bo'lsalaringiz, sizlar o'sha o'qish xarajatlaringizni, yashash xarajatlaringizni qoplaysiz. Shu taraflama men bemalol ayta olaman. Germaniya
xorijda o'qish bo'yicha men bilgan mamlakatlar orasida eng yaxshilardan biri hisoblanadi. Yana bor, Avstraliyani ham juda ma'qullashadi borgan talabalar. U yerda yashash sharoitlarini ham ko'p maqtashadi. Va ikkinchisi mana Germaniya mamlakati. Germaniya davlat universitetlarida bakalavr va magistratura bosqichlarida o'qish to'g'risida qisqacha tushuntirib o'tdim va mana shu videomizdan keyin sizlarda Germaniyada o'qish istagi paydo bo'lsa va biz orqali ishlamoqchi bo'lsalaringiz, bizga 24 soat ichida aloqaga chiqsalaringiz, sizlarga $100 xizmat haqidan chegirmani e'lon qilaman. Va bundan tashqari, agar o'zlaringiz xohlayotgan bo'lsalaringiz, mana shu video sizlarga yordamchi bo'ladi degan umiddaman. Bizga aloqaga chiqing va savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. Biz sizlarga imkon qadar o'sha savollarga javob berishga ham harakat qilamiz.